Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab kuzatuvchilarning negativ fikrlariga hamda muhokamalariga sabab bo'lgan yana bir video tarqaldi hamda ko'pchilik ushbu video ostida salbiy fikrlarni yozmoqda. Hurmatli tomoshabin, videorolikimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni va barcha ota-onalarga o'rnak bo'lish uchun keng tarqatishni yodingizdan chiqarmang. Farzandingizning odob-axloq qoidalariga hamda o'zini tutishiga bee'tibor bo'lmang. Ijtimoiy tarmoqlarda qizlarning janjali aks etgan video tarqalib, holat joriy yilning 29-aprel kuni Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida, ya'ni 83-sonli maktabda sodir bo'lganligi aytildi. Xabarlarda maktab direktori o'quvchilarni ularni so'kib kelgan zo'ravonlarga topshirgani ham iddao qilingan. Ushbu holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy bayonot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 29-aprel kuni Pastdarg'om tumani Qo'shquduq mahalla hududida o'quvchi avtomobil yo'lida hamda tumanning 83-sonli umumta'lim maktabi hududida Samarqand shahrida yashovchi 2007-yilda tug'ilgan fuqaro ismi qisqartirilgan EB jamiyatdagi yurish-turish qoidalarini qasddan mensimagan holda ushbu maktabning 11-sinf o'quvchilariga tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat bo'yicha Pastdarg'om tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 18 yoshli fuqaro ismi qisqartirilgan EBga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni paytda maktab direktori rostdan ham o'quvchi qizlarni bezorining oldiga olib chiqqan-chiqmagani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Samarqanddagi maktabda 18 yoshli qiz tengdoshlarini kaltaklagani aks etgan video ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'ldi hamda norozi fikrlarni keltirib chiqarmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda barcha qizni yomonotlik qilayotgan bo'lsa, yana kimdir maktab direktorini ayblamoqda. Hurmatli tomoshabin, videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda farzandingizning yurish-turishlariga e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolamiz.